Dajjol chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Xo'p, u qachon chiqadi? Odamlar minbarlarda u haqida gapirmay qo'ymagunlaricha chiqmaydi. Nabiy alayhisolatu vassalom sahobalar oldiga chiqdilar. Ular Dajjol haqida gaplashib o'tirardilar. Nima to'g'risida gaplashyapsizlar dedilar. Dajjol haqida deyishdi. Bizga u haqida aytib beraverganingizdan ya Rasululloh, atrofdagi xurmozor ichida emasmikan deb qoldik. Ya'ni u haqida xutbalaringizda, suhbatlaringizda shunchalar ko'p so'zladingizki, ya Rasululloh, Dajjol keldimikan, u atrofdagi xurmozor ichidamikan degan o'yga borib qoldik. Alayhisolatu vassalom dedilar. Dajjoldan boshqa sizlarga qo'rqadigan rog'im bormi? Dajjoldan yomonroq, Dajjoldan da fitnasi buyukroq bo'lgan narsa bormi? Undan ko'ra fitnasi kattaroq bo'lgan na urush, na mol dunyo va na farzand fitnasi bo'lsin, qo'rqadigan rog'im yo'q. Dajjoldan boshqa sizlarga qo'rqadigan rog'im bormi? Agar sizning orangizda ekanimda chiqsa, men siz uchun u bilan hujjatlashaman. Dajjol chiqsa, men sizning orangizda bo'lsam, ey ashobim, men sizlarni himoya qilaman, yolg'onini fosh qilaman, u bilan tortishaman va sizlarni undan himoya qilaman. Agar u men oralaringizda bo'lmaganimda chiqsa, har kim o'zining hujjatchisidir. Har kimsa o'zidan mas'uldir. Undan o'zini mudofaa qiladi, o'zini himoya qiladi, u bilan aytishadi, tortishadi, qochadi, mujodala qiladi, o'zini himoya qiladi. Har kim o'zini xaloskoridir. Dajjol notanish emas. Uning sifatlarini bayon qilib o'tdik. Qiyshiq oyoq, o'ng ko'zi g'ilay, oq tanli, jingalak soch, basavlat, bepusht, bola ko'rmaydi. Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida ismi Sof ibn Sayyod degan bola bor edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni Dajjol emasmikan deb shubhalanib qolardilar. Sallallohu alayhi vasallam uni gapga solar edilar. Bir kuni alayhisolatu vassalom unga duch kelib, nimalarni ko'ryapsan? Ko'zingga ko'ringan narsalar xayolingga nimalarni olib keladi dedilar. U suv ustidagi taxtni ko'ryapman dedi. Alayhisolatu vassalom u shaytonning taxti dedilar. Shayton u bilan o'ynar, ba'zi narsalarga undar va uni vasvasa qilar edi. Albatta shaytonlar o'z do'stlarini sizlar bilan janjallashishlari uchun vasvasa qilurlar. Suv ustidagi taxtni ko'ryapman dedi. Shunda alayhisolatu vassalom u shaytonning taxti dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tdilar. Dunyoni tark qilib Rafiqul A'loga ketdilar. Ibn Sayyod hali tirik edi. Sahobai kiromlarga u yechimsiz qoldi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu aytadi: Bir safar Madinadan qaytardik. Oramizda Ibn Sayyod ham bor edi. Odamlar u haqida ko'p gapirganidan undan hadiksirar edim. Safar asnosida bir joyga borib o'tirdim. Ibn Sayyod kelib, narsasini mening narsamning yoniga qo'yib, kelib yonimga o'tirdi. Undan cho'chidim va Allohga qasamki, yonimdan turib ketsaydi deb o'yladim-da, unga dedim: "Narsangni ana u daraxtning tagiga qo'ya qolsang-chi?" Havo ham juda issiq, o'tirdi. Allohga qasamki, faqat u bilan birga o'tirishnigina yomon ko'rgandim. O'tirdi-da, narsasini daraxtning tagiga qo'yib, yonimga kelib o'tirdi. So'ngra o'rnidan turib, qo'y podasini ko'rdi-da, u tarafga idish olib ketdi. Unga sog'ib berdilar. Keltirdi-da, yonimga o'tirdi va ich dedi.
kun issiq, sut ham issiq, ichishni xohlamayman dedim. Allohga qasamki, ichimda odamlar u haqida u dajjol emasmikan deya ko'p gapirganidan uning qo'lidan biror narsa ichishni xohlamagandim xolos. U o'tirdi-da, so'ngra dedi: "Ey Abu Said, bir arqon olib, daraxtning shoxiga bog'lab, o'zimni bo'g'ib qo'ysammikan deb qolaman. Odamlar mening haqimda aytayotgan gaplardan bezganimdan." Ey Abu Said, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal haqida u bepushtdir demaganmidilar? Men esa bolamni Madinada qoldirib keldim. Ey Abu Said, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal Madinaga ham, Makkaga ham kirmaydi demaganmidilar? Mana men esa Makkadan chiqib Madinaga ketmoqdaman dedi. Ey Abu Said deb odamlar sen dajjolsan deyishlaridan, undan qo'rqib birga o'tirmasliklaridan, u bilan yolg'iz qolishlaridan xavfsirashlaridan shikoyat qildi. U Nabiy sallallohu alayhi va sallam dajjal haqida aytganlari menga mos kelmaydi. U bepushtdir, mening bolam bor. U Madinaga ham Makkaga ham kira olmaydi. Mana men esa Makkadan chiqib Madinaga ketmoqdaman deyapti. Abu Said unga qarab rahmim keldi va unga ishonay deb qoldim. Ya'ni begunoh bir inson, odamlar unga zulm qilayotibdi-yu dedi. So'ngra ey Abu Said, ammo men dajjolni qayerdaligini bilaman dedi. U shunday deganida men Alloh sendan panoh bersin deb narsamni olib uning yonidan turib ketdim. Kunlardan bir kun Ibn Umar Madina ko'chalaridan birida Ibn Sayyodni ko'rib qoldi. O'shanda Ibn Sayyodning ko'ziga shikast yetgan. Natijada g'ilay bo'lib qolgan edi. Ibn Umar unga ko'zingga nima bo'ldi? G'ilay bo'lib qolibdi-ku. Unga nima bo'ldi dedi. Ibn Sayyod Allohga qasamki, agar Alloh xohlasa ko'zimni qamchingning bir tarafida yaratadi dedi. Ya'ni Ibn Umarni mazax qildi. Go'yo senga nima, ishing bo'lmasin, ko'z menikimi yoki seniki deyotganda edi. Agar Alloh xohlasa mening yuzimda bo'lishi o'rniga sening qamchingning bir tarafida qiladi. Agar Alloh xohlasa ko'zimni qamchingning bir tomonida qiladi dedi. Ibn Umar achchiqlanib, qamchini ko'tarib Ibn Sayyodni urdi. Ibn Sayyod g'azablanib to'polon ko'tardi. Keyin Ibn Umar opasi Hafsaning oldiga kirdi va bo'lgan voqeani aytib berdi. Hafsa Sayyidimiz Rasululloh alayhisolatu vassalomning zavjasi va juft haloli bo'lib, payg'ambarimizning hadislari va xabarlarini yod olgandir. Ibn Umar unga Ibn Sayyodni uchratganini, ko'ziga nima bo'lganini so'raganda, unga aytgan gapini va shunda achchig'i kelib qamchim bilan uni urganda Ibn Sayyod g'azablanganini aytib berdi. Hafsa unga, nimaga uni jahlidan chiqarding? Nimaga achchiqlantirding? Nima uchun g'azablantirding? Nimaga Ibn Sayyodni g'azablantirasan dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday xabar berganlarini eshitganman. Dajjal g'azablanishi tufayli chiqadi. Rasululloh alayhisolatu vassalomga Dajjalning xabari sir emas edi. U zot sahobalariga uning sifatlarini xabar berar, undan ogohlantirar ediki, to uning holi ochiq, ravshan bo'lsinki, biror kishiga jumboq bo'lib qolmasin. Dedilarki, u g'ilay, Robbingiz esa g'ilay emasdir. Uning sochi jingalak,
qiyshiq oyoq, أفحج الساقين bepusht, bola ko'rmaydi, أبيض هجان haqiqiy oq tanli. صفات يعرفها Bular كل har إنسان bir kishi biladigan sifatlardir. وخص الله تعالى Alloh taolo Dajjolning ikki ko'zi o'rtasidagi الدجال kafaro degan kalimani o'qishni mo'minlarga xosladi. كفر وأي كفر Olamlar parvardigoriman deb da'vo qilgan bashar kufridan ko'ra بشر kufri buyukroq bo'lgan bormi? تميم Tamimun ad-Dari Dajjolni ko'rdi. Fatima bint Qays radhiyallohu anha aytadi: رضي الله تعالى عنها Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muazzinlari jamoat namoziga, الصلاة جامعة jamoat namoziga, الصلاة جامعة jamoat namoziga deb chorladi. Odamlar yig'ildi. اجتمع الناس Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga namoz o'qib berdilar. So'ngra minbarga ko'tarildilar-da, men sizlarni na targ'ib uchun ولا لرهب va na qo'rqitish uchun yig'dim. ما جمعتكم Men sizlarni oralaringizda sizlarga xush bo'lgan mol yoki matodan biror narsani tarqatishga rag'batlantirib chaqirmadim. Shuningdek, sizlar bilan urushamiz deb kelgan dushmandan qo'rqitib ham chaqirmadim. فأريدكم أن تقاتلوا Balki sizlarni yig'ishim sababi Tamim ad-Dari Dajjal haqida men sizlarga aytib bergan hadisga muvofiq bir voqeani menga so'zlab berishidir. به من خبر الدجال Tamimning menga aytishicha, u jahiliyat davrida safarga chiqibdi. خرج في الجاهلية U nasroniy bo'lib, كان نصرانيا keyin islomni qabul qilgan edi. خرج في الجاهلية في سفينة U jahiliyat davrida Lahm va Juzom qabilasidan bo'lgan 30 kishi bilan kemaga minishibdi. فما جد Dengizda to'lqin mavj urib, حتى ularni quyosh botar tarafga olib boribdi va ular dengizning bir oroliga borib qadalibdilar. وقد مات To'lqin ularni dengizda to'la bir oy aylantirgan ekan. Nihoyat kema to'xtabdi. Ular kemaning bir tarafida yolg'iz o'tirardilar. So'ngra orolga tushibdilar. Ularning oldiga qalin va paxmoq yungli bir jonzot yaqinlashibdi. كثيرة الشعر Yungining ko'pligidan oldi tomoni orqasidan ajratib bo'lmas ekan. فلما رأوها فزعوا Uni ko'rib cho'chib ketishibdi va sen kimsan deyshibdi. قالت أنا الجساسة U men jassosaman debdi. قالوا وما الجساسة Jassosa nima degani قالت deyshibdi. انطلقوا U esa xilvatxonadagi anavi kishi oldiga boringlar. فإنه Zero u sizlarni xabaringizga mushtoq debdi. قال ففزعنا Maxluq bizga xilvatxonadagi kishini aytgach, u maxluq shayton emasmikan deb cho'chidik. شيطانا Xilvatxona دير uylardan ajralgan uzoqdagi bir uy edi. مهجور عن البنيان Keyin tez-tez yurib, قال فمضينا xilvatxonaga kirib bordik. Uyga kirdik. دخلنا البيت وإذا رجل U yerda siz odam bolasidan uningdek juda bahaybat bo'lganini ko'rmagansiz. أشده تقييدا قد جمع Ikki qo'li bo'yniga bog'langan. وقد To'pog'idan tizzasigacha temir bilan kishanlangan edi. Dediki, undan cho'chib ketdik-da, sen kimsan deb so'radik. له ما خبرك U mening xabarimni bilishga qodir bo'ldingiz. Ya'ni men sizlarga xabarimni bildiraman. أخبركم عن خبري Lekin menga aytinglar-chi, o'zingiz kimsizlar? Bu orolga qanday qilib kelib qolganlaringga hayronman. Kimsizlar dedi. قال Biz arab qavmlaridan bo'lgan 30 kishimiz. 30 رجلا Lahm va Juzom qabilasidanmiz. وجذام Kemaga mindik. ركبنا سفينة فماجت بنا شهرا Dengizda dovul turib, to'lqin bizni bir oy aylantirdi. Nihoyat sening bu oroling yaqiniga to'xtadik. أهلب كثيرة الشعر لا يدرى قبلها Shunda yungining ko'pligidan oldini orqasidan ajratib bo'lmaydigan paxmoq bir jonzot oldimizga keldi. Sen kimsan deb so'radik. U jassosaman dedi u. Jassosa nima degani deb so'radik. U esa xilvatxonadagi anavi kishi oldiga yuringlar. Chunki u sizlarning xabaringizga mushtoq dedi. Shundan so'ng biz sening oldingga keldik. عن خبري Haligi kishi, men sizlarga o'zim haqimda xabar beraman. Lekin oldin Bayson xurmozori haqida menga xabar beringlar dedi. Biz uning nimasini aytaylik dedik. U مثمر
uning xurmolari haligacha meva beryaptimi dedi. قال أما Biz ha dedik. Yaqinda ular meva bermay qo'yadi. Endi menga Tabariya ko'li haqida xabar beringlar dedi. قالوا عن أي حال Biz uning nimasini so'rayapsan dedik. قال أفيها ماء Unda suv bormi dedi. قال Biz أما ha dedik. يوشك أن يجف ماؤها Ko'lning suvi yaqinda quriy boshlaydi. أخبرونا عن عين Endi menga Ayni Zug'or buloq haqida xabar bering. أهلها منها وهل يزرعون من Buloqda suv bormi? Odamlar ekinlarini buloq suv bilan sug'orishadimi dedi. Ha dedik. هي عين Ayni Zug'or bulog'i من البحر الميت o'lik dengiz yaqinida bo'lib, qurib bitgan. Ha, buloqning suvi ko'p, odamlari ekinlarini buloq suvi bilan sug'orishadi dedik. ينبتون زرعهم من مائها Uning suvi yaqinda quriy boshlaydi dedi. Ummiylar payg'ambar haqida menga xabar beringlar-chi. عن نبي الأميين U chiqdimi? هل ظهر deb so'radi u. Ha dedik. Odamlar uni tasdiqlashyaptimi dedi. Ha, tasdiqlovchilar ham, yolg'onchi qilayotganlar ham bor dedik. ومنهم من كذبه U dedi. قال Ha, إنه ular uni tasdiqlashsa, o'zlariga yaxshi bo'ladi. ثم قال لهم Keyin qo'l oyoqlari kishanlangan holatda ularga والقدمين قال أنا الدجال men dajjolman. وإني يوشك Yaqin orada menga فأخرج chiqish uchun ruxsat beriladi. فأسيح في الأرض Shunda men chiqib, yer yuzida o'ngni, so'lni kezaman. فآتي الأرض كلها Yer yuzining hammasini aylanib chiqaman. إلا مكة والمدينة Faqat Makka va Madinaga kira olmayman. محرمتان علي Chunki ularga kirish menga harom qilingan. من أبوابها ملك Ularning har bir tepaligida بيده السيف ularni qo'rqlab turadigan qilich ko'targan farishtalar bor. Farishta qo'lida yalang'och qilichi bilan peshvoz chiqib, meni undan to'sadi. عليه وسلم So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallam asolarini oldilar. وجعل صلوات Va salavatu robbi va salamuhu alayhi u bilan minbariga no'qidilar. U bilan no'qidilar-da ويقول صلى الله عليه وسلم sallallohu alayhi vasallam Toyba mana shu, Toyba mana shu, Toyba mana shudir dedilar. لا يدخلها الدجال Dajjal unga kira olmaydi. Toyba mana shudir. لا Unga dajjal kira olmaydi. ثم قال صلى So'ngra sallallohu alayhi vasallam dajjal haqida aytdilarki, أما إنه bilib qo'yinglar. في بحر الشام Dajjal Shom dengizida ما هو لا yoki yo'q. بل في بحر اليمن Yaman dengizidadir. Yo'q. لا بل هو U من mashriq tarafdan chiqadi. بل هو من قبل المشرق Ha, u mashriq tarafdan. المشرق بل هو U mashriq tarafdan. Mashriqdan chiqadi deb sallallohu alayhi vasallam صلى الله عليه وسلم ومخصرته qo'llaridagi asolari bilan يضرب بها minbarlarini o'qilab ta'kidlardilar. المدينة Madina Alloh uni ulug'lab Masih ad-Dajjal fitnasidan saqladi. من فتنة المسيح الدجال Dajjal uning darvozalari qarshisida to'xtaydi. على أبوابها Unga kira لا olmaydi. يستطيع أن يدخلها يأتي من قبل Uhud tog'i tarafdan kelgan Dajjal ثم ينظر Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlariga qarab مسجد رسول الله shunday deydi: صلى الله عليه وسلم Bu Ahmadning qasri, هذا قصر أحمد bu oq qasr, هذا القصر الأبيض bu Ahmadning qasri. واليوم Bugun إذا Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlariga yuqoridan qarasak, نجده كالقصر uni qora toshloq orasida xuddi oq qasr kabi ko'ramiz. Bu Ahmadning qasri, bu Ahmadning qasri. فلا يستطيع أن يلج المدينة Har qachon unga kirib, uning ahlini dinlarida fitnalantirib, o'zlarini ibodatiga chaqirishga harakat qilsa, هم في دينهم يقوم أمام
qarshisida qo'lida yalang'och qilich tutgan farishtaga duch keladi. U uni undan to'sadi. فلا يستطيع أن يدخل Dajjal Madinaga kirishga qodir bo'lmaydi. فحق لنبينا صلى الله عليه وسلم Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asolari bilan yerga urib, ويقول bu toyba, bu toyba, bu toyba, bu toybadir deyishlariga arziydi. لا يدخل المدينة U Madinaga kirmaydi. ولا يقربها U Madinaga yaqinlasha olmaydi. Dajjal Makkaga ham kirmaydi. خبر عجيب لا يزال Uning g'aroyib xabarlaridan hali zikr qilishimizga hojat bo'lgan narsalar bor.